sun'ichilik uchun ham alohida bitta operator tanlaysiz va u sizga счетчик o'rnatib ketadi. Hattoki pulli versiyalardan ham bepulga foydalanish mumkin. Oxirgi 2 oy ichida qarasam 12 ta loyiha qildim. Yillar davomida ham 12 ta loyiha qilmagan. ChatGPT, Gemini kabi sun'ichiliklardan foydalanishni taqiqlaymiz yoki mutlaqo aloqani uzamiz. Mana shunaqangi xodimlarimiz internetsiz ishlashadi. Yaxshi. Demak, bugungi biz asosiy mavzuyimiz sun'iy intellekt ertaga kech. Biz oxirgi paytda bu narsani juda ko'p targ'ib qilyapmiz. Chunki haqiqatan, ya'ni zamon shunga qarab ketyaptiki, sun'iy intellektni agar bugun biz vaqtida o'rganib olmasak, ertaga kech bo'ladi va bu hammaga tegishli. Kelar hozir shu haqida qisqacha to'xtalib o'taman. Sun'iy intellekt nimaligi haqida men uzoq to'xtalmayman, lekin sun'iy intellektni qanchalik muhim bir insoniyat tarixidagi muhim bir kashfiyotlardan yoki ixtirolardan ekanligiga to'xtalmoqchiman. Va buni yana qaysi bir bizni tariximizdagi, insoniyat tarixidagi mana shunday kashfiyotlar bilan taqqoslash mumkin. Mana shu haqida to'xtalmoqchiman. Mana shu yerda o'tirganlar aytinglar, masalan uchun bugun agar sizlarning internetinglar bo'lmasa, faoliyat yurita olarmidinglar? Ya'ni kundalik hayotinglarda yoki professional hayotinglarda ishinglar yuradimi, yo'qmi? Yurmaydi, to'g'rimi? Chunki internet bugungi kunda biz uzviy bog'langanmiz unga va internet bugungi kunda bizni bir dolzarb kundalik zaruriyatimizga aylanib bo'lgan. Suvdek, havodek zaruratga aylangan texnologiyalardan biri. Demak, agar bir insoniyat tarixini qaraydigan bo'lsak, biz uni internetgacha va internetdan keyingi davrga ajratishimiz mumkin. Ya'ni internetgacha odamlar boshqacha yashashgan, boshqacha ishlashgan, boshqacha faoliyat yuritishgan. Internet ixtiro qilingandan keyin insoniyatni butun turmush tarzi mutlaqo tubdan o'zgarib ketgan. Agar bundan oldingi bosqichni qaraydigan bo'lsak, bu kompyuterlar. Ya'ni kompyuterlar ixtiro qilishdan oldin odamlar boshqacha yashagan, boshqacha faoliyat yuritishgan va kompyuterlar ixtiro qilingandan keyin. Yana orqaga qaytadigan bo'lsak, bu elektr toki misol uchun. To'g'rimi? Elektr toki ixtiro qilinishdan oldin odamlar mutlaqo boshqacha yashagan. Biz ular qanaqa yashaganini hozir hattoki hayolimizga keltira olmaymiz, aqlimizga sig'dira olmaymiz-da. Qanday qilib odamlar elektr tokisiz yashagan? Mana shunday kashfiyotlarsiz qanday qilib yashaganmiz? Xuddi shunday kompyuter, xuddi shunday internet va insoniyatning keyingi mana shunday katta ixtirosi, mana shunday katta kashfiyoti bu sun'iy intellekt bo'ldi. Bugun biz sun'iy intellektni mana shunday o'tish bosqichidamiz. Bizdan keyingi avlod, bizning farzandlarimiz, ularning farzandlari hayotini sun'iy intellektsiz tasavvur qila olmaydi. Xuddi biz bugun hayotimizni internetsiz, kompyutersiz, elektr tokisiz tasavvur qila olmaganimizdek. Mana shunday muhim kashfiyotlardan biri sun'iy intellekt. Va yana bitta qiziq faktori bor, sun'iy intellekt juda ham tez rivojlanyapti. Ya'ni haddan tashqari juda ham jadallik bilan hayotimizga kirib kelyapti. Agar biz shaxsiy kompyuterlarni oladigan bo'lsak, shaxsiy kompyuterlar kundalik zaruratga aylanguncha oradan 25-30 yil o'tgan. Ya'ni birinchi ilk haligi shaxsiy mana bu stol ustida turadigan kompyuterlar 80-yillarda paydo bo'lgan bo'lsa, biz bu kompyuterlarni kundalik faoliyatimizda foydalanib, uni haqiqiy haligi biz usiz yashay olmaymiz degan darajaga chiqqunimizcha to 2000-yillarning boshlariga kelgan. Ya'ni 25-30 yil o'tib ketgan. Internet ham mana shunday bo'lgan. Birinchi veb sahifalar 90-yillarda paydo bo'lgan. Lekin to biz internetsiz yashay olmaymiz, bo'ldi, biz internetga bog'lanib qoldik deydigan davr kelguncha oradan 20-25 yil o'tib ketib qolgan. Smartfonlar ham mana shunday kashfiyotlardan biri. Masalan, hozirgi kunda smartfonsiz hayotingizni bir tasavvur qilish qiyin. Ertalab agar telefoningiz uyda qolib ketgan bo'lsa, uyga qaytib borasiz. Ya'ni olmasangiz, shu telefonni olmasangiz, kuningiz o'tmay qoladi, bir aksar ishlaringiz bitmay qoladi. Lekin hattoki mana shu smartfonlar birinchi, masalan, o'sha iPhone'lar chiqqan 2007-2008-yillar bo'lsa, toki yo'q, biz smartfonsiz yashay olmaymiz degungacha oradan 10 yillar vaqt o'tib ketgan bo'lsa, sun'iy intellektda mana shu jarayon juda ham tez yuz beryapti, juda ham tez. Ya'ni birinchi ilk ommaviy sun'iy intellekt sifatida biz ChatGPTni oladigan bo'lsak, u 2022-yilning oxirida, noyabrda taqdim etilgan. Mana hali 4 yil ham bo'lgani yo'q. Butun, ya'ni mana shu ChatGPT kabi dasturlar ommalashib, bizning hayotimizga, professional hayotimizga, shaxsiy hayotimizga shunaqangi tez kirib keldiki, yana 1 yil uzoqda biz hayotimizni sun'iy intellektsiz tasavvur qila olmaymiz degan darajaga chiqib qolamiz. Ya'ni jarayon shunaqangi tez bo'lyapti. Va bu yerda men ertaga kech deyishimiz yana bitta sababi, bizga bu texnologiyalarni o'rganishga, unga adaptatsiya qilishga ham juda kichkina muddat berilyapti. Kompyuterlar misol uchun 25 yil, 30 yil bo'lsa, mana shu 25 yil, 30 yil davomida bizga adaptatsiya qilishga imkoniyat berildi-da. Ya'ni birdaniga mana bugundan boshlab kompyuter ishlatasan deyilgani yo'q. Sekin biz kompyuterlar ishlatishga yetib keldik. Bizda 5 yil, 10 yil vaqt bo'ldi, ularni o'rganib, hayotimizga olib kirganimizcha. Sun'iy intellektda mana shu jarayon juda ham qisqa bo'lyapti va juda ham tez ketib qolyapti. Agar biz uni bugun o'rganishni boshlamasak, ertaga yetolmay qolamiz. Chunki sun'iy intellektning o'zi ham juda tez rivojlanib ketyapti. Va yana bitta qiziq qonuniyat, mana hozir sun'iy intellekt davrida har doim biz eng ko'p eshitadigan nima deydi, vahimamiz sun'iy intellekt odamlarni ishsiz qoldiradi. Eng katta, eng ko'p aytiladigan gap, ertaga sun'iy intellekt millionlab odamlarni ishsiz qoldiradi deydi. Va bu haqiqat. Ya'ni bu haqiqatan shunday bo'ladi. Lekin bu qonuniyat desak ham bo'ladi. Nima uchun? Agar biz mana bu ixtirolarga qaraydigan bo'lsak, kompyuterlar ixtiro qilinganda ham, internet ixtiro qilinganda ham xuddi shu gaplar aytilgan.
Internet ixtiro qilinganda aytilgan, mana endi internet ixtiro qilindi, millionlab odamlar ish qoladi deyilgan. Va bu to'g'ri bo'lgan. Shaxsiy kompyuterlar ixtiro qilingandan xuddi shunday bo'lgan. Lekin biz ko'rmayotgan narsa, har bir yo'qolib ketgan kasbning o'rniga yangi kasblar paydo bo'lgan. Ba'zi kasblar esa to'liqligicha transformatsiya bo'lgan. Mana bu yerda men ularni ba'zilarini ko'rsatdim, ajratib. Misol uchun ahamiyat beradigan bo'lsak, mana kompyuterlar ixtiro qilinishi bilan qanday kasblar yo'qolib ketdi mana qizil bilan. Telegrafchilar, mashinkada ishlaydiganlar, har xil kartochka operatorlar, bular hozir nimaligini ham bilmaymiz biz. To'g'risimi? Masalan, so'rasam, telegrafchilar bu nima desak, mana hozir telefon qilganimizda biz shunday telefon ko'taramiz, talabgor odamga qo'ng'iroq qilamiz. Vaholanki bori yo'g'i masalan, men yoshligimda deylik Toshkentdan Samarqandga qo'ng'iroq qilish uchun o'rtada operatorlar o'tirardi. Siz qo'ng'iroq qilib operatorga aytasiz, operator qo'li bilan olib bitta anaqani simni olib, ikkinchisini bir-biriga ular edi. Ulab turib, mana Toshkent bilan Samarqandni ulab berar edi. O'rtada millionlab odamlar operator vazifasini bajargan. Har gal siz qo'ng'iroq qilganingizda bir joydan ikkinchi joyga o'rtada odamlar qo'lda mana shu narsalarni almashtirib o'tirishgan. Kompyuterlar ixtiro qilingandan keyin mana shu millionlab ishchilar bir kunda yo'q bo'lib ketgan. Nimaga? Chunki bu narsalar avtomatlashgan. Orqasida avtomatlashgan. Shuning uchun ham ATS degan, mana hozir hamma ATS degan so'zni eshityapmiz-ku, lekin nimaligini bilmaymiz-da. Oldin ATS mana shu narsalar avtomatlashgan telefon tarmoqlarida, undan oldin mana shular avtomatlashmagan bo'lgan, A qismi bo'lmagan. Shunga o'xshab qaysi tur kasblar transformatsiya bo'lgan. Misol uchun arxitektorlar o'sha davrda kompyuter ixtiro qilinguncha qo'lda qog'ozga chizgan bo'lsa, keyinchalik nima paydo bo'ldi? Maxsus dasturlar paydo bo'ldi. To'g'rimi? AutoCAD degan dasturlar paydo bo'ldi. Buxgalterlar uchun misol uchun Excel paydo bo'ldi. Ular Excelda ish yuritishni boshladi yoki bo'lmasam Agilis degan dasturlar paydo bo'ldi. Va hokazo, demak, qaysi tur kasblar transformatsiyaga uchradi. Va yana qandaydir yangi kutilmagan kasblar paydo bo'ldi. Kompyuterlar paydo bo'lgandan keyin tabiiyki kompyuterlar uchun dastur yozuvchi dasturchilar paydo bo'ldi. U dasturlarga chiroyli dizayn chizadigan web dizaynerlar yoki kompyuter dizaynerlari paydo bo'ldi. Bu kompyuterlarni demak boshqaradigan, ularni tarmoq qo'yadigan tarmoqchilar paydo bo'ldi. Va hokazo, demak, mana shu kompyuterning atrofida millionlab yangi kasblar paydo bo'ldi. Va xuddi shu narsa internetga ham tegishli. Internet davrida qaysi tur kasblar yo'q bo'lib ketdi. Masalan, mana bu yerda misol tariqasida video prokatlar bo'lardi biz yoshligimizda. Biz kino ko'rmoqchi bo'lsak, borib bir do'kondan kasetalar, disketalar yoki nima deydi, bunaqa video kasetalar prokatga olinardi, ijaraga olinardi, uyga kelib u ko'riladi. Hozir hamma narsa YouTube'da, Netflixda, Kinopoiskda ko'rasiz. Mana shu butun haligilar do'konlar, katta-katta o'rda millionlab ishlagan odamlar yo'q bo'lib ketdi hammasini. Va shunga o'xshagan turli xil soha vakillari yo'q bo'lib ketdi. Qaysi tur soha vakillari transformatsiya bo'ldi. Jurnalistlar qog'ozdan onlaynga o'tishga majbur bo'lishdi. Onlayn nashriyotlar paydo bo'ldi. Savdo ham oddiy demak do'konlardan onlaynga o'tdi. Onlayn do'konlar paydo bo'ldi. Marketing ham xuddi shunday bo'ldi. Oldin ko'chada billboardlar, har xil katta-katta narsalar chizadigan marketologlar onlaynga moslashishga majbur bo'ldi. Va yana internetning atrofida juda ham ko'p yangi kasblar paydo bo'ldi. Mana misol uchun oddiy ijtimoiy tarmoqlarni yuritadigan odamlar, to'g'ri, marketologlar, targetologlar, nima deymiz, ijtimoiy tarmoq, social media menejerlar paydo bo'ldi, ijtimoiy tarmoq menejerlari paydo bo'ldi va hokazo, demak, yana millionlab yangi ish o'rinlari yaratildi. Va umuman agar biz statistikani qaraydigan bo'lsak, kompyuterlar davrida har bitta yo'qotilgan ish o'rniga 2,5 ta yangi ish o'rni yaratilgan. Ya'ni millionta ish yo'qotilgan bo'lsa, o'rniga 2,5 millionta yangi ish paydo bo'lgan. Sun'iy intellekt davrida esa mana shu ko'rsatkichni hozirgi kunning o'zidayoq 1 ga 1,8 deb aytishyapti. Ya'ni har yo'qotilgan millionta ish o'rniga 1,8 million yangi ish o'rni yaratiladi. Biz kutmagan, biz bilmagan, biz hozir tasavvur qila olmaydigan yangi kasblar paydo bo'ladi sun'iy intellektning atrofida. Shuning uchun bu o'zgarishlardan qo'rqmaslik kerak. Ya'ni bularni to'g'ri qabul qilish kerak. Insoniyat tarixida bu narsalar bo'lgan va bundan keyin ham bo'ladi. Demak, mana shu narsaga biz tayyor turishimiz kerak ekan. Va agar yana statistikaga qaraydigan bo'lsak, bugungi kasblarni 60% 1940-yilda mavjud bo'lmagan, yo'q bo'lgan. Hozirgi kundagi agar siz 1940-yilga borib, men targetologman, men dasturchiman, men marketologman desangiz, shundan kulishadi. Nima deganingiz? Nima qilasan deydi, to'g'rimi? Bunaqa kasblar bo'lmagan. Shuning uchun mana bu bor yo'g'i mana hali 100 yil ham o'tgani yo'q. Mana shunaqangi demak yangi kasblar paydo bo'lgan. Shu bilan birga sun'iy intellektning o'zi ham kundan kunga juda ham tez o'zgarib ketyapti. Boya aytganimdek, bor yo'g'i 3-4 yilning ichida sun'iy intellektlar oddiy chatbotdan bugungi kunga kelib to'liq avtonom ishlaydigan agentlar ko'rinishiga ham o'tib ketyapti. Agar biz 2022-yilda chatbotlarga demak murojaat qilganimizda oddiy matn bilan yozib, to'g'rimi? Va u bizga matn bilan javob qaytargan bo'lsa, bor yo'g'i 1 yil o'tmasdan multimodal sun'iy intellektlar paydo bo'ldi. Multimodal degani endi audioni tushunadigan, unga siz misol uchun multimodal sun'iy intellektlarga rasm yuborishingiz mumkin, video yuborishingiz mumkin, audio yuborishingiz mumkin, kod, dastur qandaydir kodingizni yuborishingiz mumkin yoki qandaydir fayllar yuborishingiz mumkin. Sun'iy intellekt mana shularning hammasini tushunadigan bo'ldi va sizga javob qaytarganda ham xuddi shunday. Ya'ni sizga javob qaytarganda ham matn, audio, infografika, qandaydir hujjat, rasm, video ko'rinishda javob beradigan sun'iy intellektlar shakllana boshladi. Bugungi kunda xuddi shunday. Misol uchun mana kuni kecha deylik ChatGPT yangi GPT-2 rasm chizuvchi, ya'ni aynan rasm chizadigan ikkinchi versiyasini taqdim qildi va u misol uchun undan oldinroq chiqqan Google'ning Nano Banana
anaqasiga qaraganda, modeliga qaraganda sifatliroq chiqadi. Rasmlar yana ham haligi nima jonli chiqyapti-da rasmlar. Bor yo'g'i 2-3 yil oldin shu narsalar fantastika edi. Yoki video generatsiya qiladigan. Mana hozir video generatsiya qiladigan sun'iy modellarni ko'ryapsizlar. Butun boshli odamlar kinolar ishlashga o'tib ketishyapti, reklamalar ishlashyapti. Bular bor yo'g'i nima qilyapti? Matndan video generatsiya qilib beryapti. Yoki matn plus rasmdan video generatsiya qilib beryapti. Kodlar yozib beryapti. Siz sun'iy intellektga qanday dastur xohlaysiz, tushuntirib beryapsiz. Sun'iy intellekt o'zi mana shuni kodini yozib sizga dastur yaratib beryapti. Demak, mana shunaqangi multimodal sun'iy intellektlar paydo bo'ldi. Va undan keyin mana RAG tizimlar chiqishni boshladi. RAG degani endi bu chatbotlar agar faqatgina internetdagi umumiy hamma ma'lumotlar asosida javob beradigan bo'lsa, RAG tizimlar endi faqatgina sizni ma'lumotlaringiz asosida javob beradigan sun'iy intellektlar paydo bo'ldi. Masalan, siz biror bir tashkilotda ishlasangiz, faqat mana shu tashkilotning ma'lumotlari asosida javob bera oladigan sun'iy intellektlar paydo bo'ldi. Bu demak ancha qulaylik yaratdi. Tasavvur qiling, siz masalan O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha javob beradigan sun'iy intellekt yaratmoqchisiz. Bo'ldi, O'zbekistonning qonunchiligi, deylik, Lexus'da bor, biror bir hujjatlarni siz unga yuklaysiz va sun'iy intellekt faqatgina mana shu hujjatlar asosida O'zbekiston qonunchiligiga mos keladigan javoblar qaytaradi. Yoki ta'lim olish uchun, misol uchun, mana Notebook LM dasturi bor. Ochasiz, siz bu dasturning ichiga, bu sun'iy intellektning ichiga o'zingiz o'rganmoqchi bo'lgan mavzu bo'yicha kerakli hujjatlarni, darsliklarni yuklaysiz va savol-javob qilganingizda sun'iy intellekt sizga faqatgina mana shu darsliklar asosida javob qaytaradi. O'tlab ketmaydi, siz bilmagan mavzularga ketib qolmaydi, internetdan murakkab narsalarni ko'tarib kelmaydi. Faqatgina mana shu belgilangan doirada ishlaydigan RAG tizimlar paydo bo'ldi. Bu ham bir keyingi bosqich bo'ldi. Agentlar paydo bo'ldi. Agentlar endi butun jarayonni to'liqligicha mustaqil o'zi bajarib, sizga natija bilan qaytib keladigan sun'iy intellektlar bo'ldi. Chatbot bilan siz gaplashganingizda odatda asosiy ishni baribir siz qilasiz. Unga tushuntirasiz, unga har xil fayllar yuborasiz, u sizga nimadir qaytaradi, siz unga yana javob qaytarasiz va hokazo, haligi suhbat qilasizda, suhbat qilib oxirida qandaydir natijaga kelasiz. Agentlarga esa siz boshida faqatgina bir marta vazifani tushuntirasiz, agent o'zi ketadi, hamma bosqichlarni o'zi bajaradi va oxirida sizga natija bilan qaytib keladi. Demak, mana shunaqa agentlar paydo bo'ldi. Undan keyin maxsus sun'iy intellektlarda endi ko'nikmalar paydo bo'lishni boshladi. Ko'nikmalar degani endi biz sun'iy intellektlarni ma'lum bir sohaga o'qita oladigan bo'ldik. Masalan, bitta sun'iy intellektni siz dasturchi qilishingiz mumkin. Boshqa sun'iy intellektni, ya'ni bir xil chiqmasa, mana shu ChatGPTning ichida, o'zida, ChatGPTning ichida agar siz ChatGPT ishlatsangiz, deylik, qaysidir bitta GPT yarata olasiz va unga aytasiz, sen marketologsan deysiz va unga tushuntirasiz nima ishlar bajarishni. Sen dizaynersan deysiz, unga tushuntirasiz nima ishlar bajarishni. Demak, mana shunday ko'nikmalar o'rgatilgan sun'iy intellektlar paydo bo'ldi va ular ma'lum bir sohaga tor doirada ishlaydigan, demak, chatbotlar yoki agentlar ko'rinishida ishlashni boshladi. Endi yana bitta katta bosqichi bu pluginlar bo'ldi. Pluginlar endi sun'iy intellekt o'z doirasidan tashqariga chiqib, boshqa tizimlar bilan ishlashni boshladi. Misol uchun, agar siz shu paytgacha ChatGPTni faqat ChatGPTning ichida ishlagan bo'lsangiz, endi siz ChatGPTga deylik Google Drive'ni bog'lab turib, sizni Google Drive'da turgan fayllaringiz bilan ishlaydigan qilishingiz mumkin. Yoki misol uchun siz pochtangizga bog'lab turib, sun'iy intellektni ChatGPTni endi sizni pochtangiz bilan ishlaydigan, Telegramga bog'lashingiz mumkin. Misol uchun hozirgi kunda Telegram bilan ishlaydigan, Instagramga bog'lashingiz mumkin, Instagram bilan ishlaydigan chatbot bo'ladi. Ya'ni pluginlar yordamida endi siz sun'iy intellekt imkoniyatlarini yana ham kengaytirasiz va uni atrofida boshqa tizimlarga bog'lash imkoniyati paydo bo'ldi. Turli xil tizimlar bilan muloqot qilib, sun'iy intellekt yana ham aqlliroq bo'lishni, sizga ko'proq foydali ma'lumotlar berishni boshladi. Va undan keyingi mana hozirgi kundagi katta bosqichlardan biri kompyuter. Ya'ni kompyuter deganda sun'iy intellekt mustaqil o'z sizni kompyuteringizni to'liqligicha o'zi boshqara oladigan darajaga chiqdi. Ya'ni misol uchun siz kompyuterda o'zingiz bajargan vazifalar bo'lsa, mana fayllar bilan ishlash kerak yoki brauzerni ochib internetga kirib nimadirlarni to'ldirish kerak, siz buni sun'iy intellektga berishingiz mumkin. Aytasiz, misol uchun mana bu papkam bor, bu papkamda 1000 ta fayl turibdi. Backup deb shunday yuklab tashlaganman, hammasi turibdi. Shu fayllarni ko'rib chiqdi, menga bu fayllarni o'zing mavzulari bo'yicha alohida papkalarga ajratib ber desangiz, mana shuni qila oladi sun'iy intellekt bugungi kunda. Bu demak, misol uchun Perplexity degan sun'iy intellektda ham bor, Coword mana hozir yaqinda chiqdi, Claude'da ham bor va ChatGPT'da ham bor. ChatGPT'da ham computer use degan funksiyasi bor. Aytsangiz, siz kompyuteringizga ulanadi va kompyuterning ichida o'zi bevosita bemalol mustaqil ishlay oladi. Demak, ekranni ko'radi, fayllarni ochadi, papkalarni bosadi, brauzerga kiradi, tugmalarni bosadi va hokazo. Ya'ni shunaqangi tez rivojlanyaptiki, o'z-o'zidan savol tug'iladi, siz qaysi bosqichdasiz? Ya'ni bugungi kunda mana siz foydalanuvchi sifatida qayerdasiz? Agar siz hali ham chatbot bosqichida yurgan bo'lsangiz, demak siz ancha ortda qolib ketdingiz. Mana bu imkoniyatlardan agar foydalanmayotgan bo'lsangiz, bularni o'rganayotgan bo'lsangiz, chunki kundan kunga yangi narsalar chiqib ketyapti-da. Siz hali mana bu bosqichlarni o'tmagan bo'lsangiz, bundan keyingi bosqichlarga undan ham qiynalasiz. Va mana qarang, qanaqangi kichkina muddatda qanaqa ko'p ishlar bo'lib ketdi sun'iy intellektda. Ya'ni bor yo'g'i 4 yil oldin chatbot bilan boshlangan narsa bugungi kunda butun boshli mustaqil ishlaydigan agentlar ko'rinishiga ketib qoldi. Ya'ni sun'iy intellekt bilan biz boshida u bilan suhbatdosh ko'rinishda ishlagan bo'lsak, bugun sun'iy intellekt suhbatdosh emas. Mustaqil o'zi juda ko'p vazifalarni bajarib, sizga natija olib kelib beradigan avtonom infrastrukturaga aylandi. Avtonom o'zi ishlaydigan tizimga aylandi. Ya'ni hattoki sizni ishtirokingiz ham minimalga tushib ketdi.
siz bitta vazifani berasiz va oxirida vazifani qabul qilib olasiz, o'zi mingta ishni bajarib keladigan darajaga chiqyapti-da. Lekin siz agar shu narsalarni hozir o'rganmasangiz, demak ertaga bundan ham kuchli qanaqadir sun'iy chiqib ketadi, foydalanadigan yoki o'sha yangi turlari chiqadi, yangi vositalar chiqadi, yangi uskunalar chiqadi, yangi yondashuvlar chiqadi. Demak, siz bu narsalarga ulgurmay qolishingiz mumkin ekan. Xo'p, demak, sun'iy endi bu oddiy chatbot emas, bu vazifalarni to'liq bajara oluvchi, o'zi rejalashtiruvchi, o'zi bajaruvchi va o'zi natija beruvchi mana shunday tizimga aylanib ketib qoldi. Va kelajakda agar bu nima bo'ladi desangiz, kelajakda sun'iy bu kommunal xizmatga aylanadi. Ya'ni internet xuddi shunday. To'g'rimi? Masalan uchun sizda internet bu bugun kommunal xizmat. Xuddi gaz, suv o'chib qolganda, agar uyingizda internet o'chib qolsa, ishingiz to'xtab qoladi, hayotingiz to'xtab qoladi. Wi-Fi o'chib qolsa, uyingizda darrov tekshirasiz, pul tugab qoldimikin, uzilib qoldimikin deb harakat qilasiz tezroq tuzatishga. Ishxonada ham xuddi shunday. Internet bu nima deydi? Kommunal xizmatdek, uni siz har bitta xodimga olib bermaysiz endi. Kimdir ishlatadi, kimdir ishlatmaydi emas. Hozircha sun'iy shunaqa bosqichda. Masalan uchun sun'iy tashkilotlar yoki siz uyingizda sun'iy hamma foydalanmaydi-da. Kimdir foydalanadi, kimdir foydalanmaydi, kimdir bepul versiyasidan foydalanadi, kimdir pulligidan foydalanadi. Ishxonalarda ham hozircha shunaqa. Ishxonada ham masalan uchun 100 ta xodim bo'lsa, kimdir sun'iy foydalanadi, kimdir foydalanmaydi va hokazo. Lekin kelajakda bu o'zgaradi. Kelajakda sun'iy xuddi kommunal xizmatdek bo'ladi. Siz operator tanlaysiz, xuddi Uztelecom yoki Sarkor Telekom tanlaganingizdek, sun'iy uchun ham alohida bitta operator tanlaysiz. ChatGPT bo'lsinmi, u yoki Gemini bo'lsinmi, Claude bo'lsinmi tanlaysiz. Shu bilan shartnoma tuzasiz va u sizga счетчик o'rnatib ketadi va oyning oxirida mana shu счетчигingizni hisoblagani bo'yicha sizga pul chiqarib beradi. Orada sizga anaqalar telefon qilib, "Aka, счетчигingizni rasmini tashlab yuboring" degan joylari bo'lib turadi. Albatta hazil. Lekin demak, mana shunaqa ko'rinishi keladi. Ya'ni bu shunchalik hayotimizga kirib ketadiki, xuddi kommunal xizmatdek qabul qilishni boshlaymiz. Va bu yerda sun'iy mana shu demak rivojlanishi bilan u foydalanish jihatdan ham unga bo'lgan bizning yondashuvimiz tomonidan ham turli bosqichlardan o'tayapti. Birinchi bosqichi, misol uchun sun'iy o'sha 2022-yilga chiqqan bo'lsa, uni professional muhitda foydalanish uyat hisoblangan. Ya'ni uni sun'iy yordamida nimadir ishlarni qilish uyat hisoblangan, chunki sun'iy juda ham soxta matnlar yozgan, juda ham haligi bir xil javoblar qaytargan. U yordamida misol uchun xat yozsangiz yoki post yozsangiz biror joyda bilinib qolgan. Shuning uchun professional muhitda uni ishlatish uyat bo'lgan. Keyinchalik bu normaga aylandi. Ya'ni okey, foydalansa bo'lar ekan, yaxshi natija olsa bo'lar ekan degan narsaga aylandi. Ozgina vaqt o'tmasdan tavsiyaga aylandi. Ya'ni odamlar endi tavsiya qilishni boshladi. "Ey, foydalan, zo'r ekan sun'iy. Bunaqa narsa qilsa bo'lar ekan, bunaqa narsa qilsa bo'lar ekan" deb odamlar bir-biriga tavsiya qilishni boshladi. Bu juda qisqa muddatda bo'layotgan bosqichlar. Ya'ni orasida bularning orasida 3 oy, 6 oy, 1 yil o'tayotgani yo'qda. Tez o'tib ketyapti bosqichlardan. Va undan keyin rag'batlantirish boshlandi. "Ey, foydalaninglar sun'iy-dan. Nimaga ishlatmayapsizlar? Bilasizlarmi, ishlarni osonlashtirar ekan, qilinglar." Masalan, ayniqsa tashkilotlarda agar misol Mohirdevga o'xshagan ilg'or tashkilot bo'lsa, biz rag'batlantirish boshladik. "Ey, foydalaninglar, bundan olib beramiz, pulini to'laymiz o'zimiz" deyishni boshladik. Mana hozir biz keyingi bosqichga o'tyapmiz. Misol uchun Mohirdevda bu majburiylashga o'tyapmiz. Ya'ni endi sun'iy foydalanish majburiy bo'ladi. Sun'iy foydalanmasangiz, kechirasiz, biz sizdan xayrlashamiz deb aytamiz. Mana shu ko'rinishda o'tyapti. Va bu faqat professional hayotda emas, shaxsiy hayotda ham shunga kelamiz. Va undan keyingi bosqich bu savodsizlik. Ya'ni sun'iy foydalanishni bilmayman degan odam, xuddiki men kompyuterdan foydalanishni bilmayman, men internetdan foydalanishni bilmayman degan odam bilan teng bo'lib qoladi. Tasavvur qiling, bugun masalan biror kishi sizga kelsa-da, men telefondan, smartfondan foydalanishni bilmayman desa yoki internetdan foydalanishni bilmayman desa, siz unga qanaqa qaraysiz? Bu qoloq ekan deysiz, bu savodsiz ekan deysiz. Bugun odamni savodi uni o'qish, yozish bilan belgilanmaydi. Mana bu zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bilan belgilanadi. Ayniqsa bu professional hayotda ishga olishingizda albatta siz har doim uni kompyuterlar haqida so'raysiz va u qanday dasturlardan foydalanish haqida albatta so'raysiz. U har qanaqangi soha vakili bo'lishi mumkin. Masalan, yurist bo'lishi mumkin. Yuristni ishga olayotganingizda ham kompyuterda nimalardan foydalanishni bilasan, Word ishlatishni bilasanmi, Excel ishlatishni bilasanmi deb so'raymiz. Buxgalter bo'lsa, Excel ishlatasanmi, AdNet ishlatasanmi deb so'raymiz. Ya'ni boshqa soha vakillaridan ham bu faqat IT sohasi emas, kompyuter bilish, internetdan foydalanishni bilish talab qilinadi, bu majburiyat. Va sun'iy mana shu narsaga keladi. Majburiyat va savodsizlik. Ya'ni ertaga agar siz buni bilmayman desangiz, kechirasiz, siz unda savodsiz odam ekansiz degan javob olishingiz mumkin. Demak, bu narsalar ehtiyot bo'lish kerak ekan. Demak, ko'pchilik sohalar hozir majburiy bosqichga o'tyapti. Ya'ni sun'iy foydalanish majburiy bo'lyapti. Ozginadan kelsa, demak, bu savodsizlik deb baholanishni boshlaydi. Bu allaqachon demak, mana shu narsalar ro'yobga chiqayotgan voqelik bu. Va yana bitta narsa, hech bir kasb, ya'ni hech qaysi bir soha, hech qaysi bir kasb sun'iy aylanib o'ta olmaydi. Xuddi internet, xuddi kompyuter kabi. Bugun masalan biror bir kasbni menga ayting, internetsiz ishlasa bo'ladi, kompyutersiz qilsa bo'ladi deng. Bu juda ham haligi faqatgina qo'l mehnatiga bog'liq bo'lgan kasblar bo'lmasa, masalan uchun fermerlik bo'lishi mumkin, qandaydir tikuvchilik bo'lishi mumkin, kosibchilik bo'lishi mumkin, dehqon yoki duradgor degan kasblarni agar olmasak, hatto ular ham baribir
kompyuterdan yoki internetdan u ko'rinishda yoki bu ko'rinishda foydalanish mumkin. Yoki masalan quruvchilarni haligi aynan bevosita qurilishda ishlaydiganlarni aytmasak, aksar kasblar bugungi kunda demak kompyuterga bog'liq, internetga bog'liq va endi ular sun'iy bog'liq bo'ladi. Buni o'lchashning eng zo'r mezoni bu siz kompyuter ortida qancha vaqt o'tkazishingiz bilan o'lchash mumkin. Ya'ni agar sizning kundalik faoliyatingizda kompyuterdan foydalanishingiz qancha ko'p bo'lsa, sun'iy ta'siri sizga shunchalik ko'p bo'ladi. Agar sizning asosiy vaqtingiz kundalik faoliyatingizda 80-90% vaqtingiz kompyuterning oldida o'tadigan bo'lsa, demak sun'iy 100% sizning sohangizga ta'sir qiladi va sizni o'zgartiradi. Bu yerda istisno yo'q, bahona yo'q. Ya'ni siz menga sun'iy kerak emas, men o'rganmasdan ham ishlayveraman deb qutulib keta olmaysiz. Ya'ni buni imkonsiz bo'ladi. Mana shunday bosqich. Shuning uchun tavsiyam sun'iy bugundan o'rganing. Bosqichma-bosqich, lekin haligi nima deydi? Doimiy qiling. Har kuni, masalan, bugundan boshlab bitta sun'iy tanlangda, shu bilan o'zingiz har kuni qiladigan faoliyatingizni bir qismini sun'iy yordamida bajarib ko'ring. Chatdan tashqariga chiqing. Chatdan tashqarida nimalar bor o'zi ko'ring. Ya'ni bugungi kunda oddiy masalan ChatGPTni ochsangiz ham chap tomonda har xil yangi funksiyalar paydo bo'lganda, bosib ko'ring. Nima ekan bu funksiyalar? Bularni nima qilsa bo'lar ekan deb qiziqib ko'ring. O'shalarga bosib chiqing. Multimodal dedik. Sun'iy yordamni faqatgina bir xil turdagi narsalar emas, murakkab narsalarni qilsa bo'ladi. Sinab ko'ring. Sizga masalan uchun chiroyli dizayn kerakdir. Yaratib ko'ring. Ayting, men dizayn bilan shug'ullanmoqchiman. Masalan, dizayn deganda u faqatgina siz tushunmang, haligi veb-sayt, veb dizayn yoki poster emas, hattoki interyer dizaynerlarni qilyapti. Bilmadim, hattoki masalan kiyimlarini dizayn qilish odamlar ishlatishyapti. Turli xil sohalarda ishlatishyapti. Masalan, uyni ichiga uyni rasmga olib turib, mana shu uyimni xonamni ichiga mebel joylashtirib beryapti desa, mebellarni joylashtirib beryapti. Tushuntirsangiz, qanaqa mebel sizga yoqishini, masalanda. Yoki mana bu devorim oppoq, shu devorga men qanaqa chiroyli qilib bir rasm chiqsam bo'ladi yoki nimadir ossam bo'ladi deb so'rasangiz, sun'iy qiladi. Ya'ni kundalik hayotingizda ham, professional hayotingizda ham chatdan tashqariga chiqing. Uni har xil funksiyalaridan albatta foydalaning va buni odatga aylantiring. Ya'ni har kuni nimadir qilib ko'ring, har kuni yangi narsa qilib ko'ring. Mana biz yuqorida rag dedik. Rag bu nima degani? Rag bu sizni ma'lumotlaringiz asosida sizga javob qaytaradigan sun'iy dedik. Masalan, sizga shu narsa qiziq emasmi? Tasavvur qiling, siz o'zingizda qanaqadir doimiy faoliyatingiz davomida kerak bo'ladigan ma'lumotlar bor. Shularni bir joyga yig'ib oling. Oddiy Telegramda bo'lishi ham mumkin. Yig'ingda, keyin sun'iy ayting. Mana shu men har xil o'zimning sohamga qiziq bo'lgan 100 ta dokument yig'dim. Qaniki shu asosda savol-javob qilamiz. Mana shu rak tizimini birga ko'taraylik, menga yordam ber desangiz, sun'iy o'zi sizga yordam beradi, rak qanday qilib qurishlida. Va yana bitta qiziq narsasi, sun'iydan foydalanishda yangi bilimlarni, yangi ko'nikmalarni bevosita siz o'rganishingiz shart emas. Ya'ni mana shu joyi juda ham qiziq. Tasavvur qiling, siz yangi narsa ko'rdingiz. Masalan, deylik, mana agent dedimmi? Agentdan qanday qilib foydalanishni siz kirib, mustaqil o'zingiz o'rganib chiqishingiz mumkin, vaqt sarflab. To'g'ri, bu yaxshi yo'l. Bilasiz shunday qanaqa ishlashini. Lekin ikkinchi yo'li, siz agentlarni qanday qilib yaratishni sun'iy o'zidan so'rashingiz mumkin. Ya'ni mana shu dokumentatsiyani olib turib, sun'iyga berib, men mana shu zo'r narsani ko'rdim. Mana agentlar qilish mumkin ekan. Menga yordam ber, keyin bitta agent yarataylik, masalan uchun dizayner bo'lsin yoki bitta agent yarataylik, front end bo'lsin. Mana bu yerda hozir kursimizda o'qiyotganlar, masalan, orasida Odoo o'qiganlar bor yoki boshqa kurslar bor. Mana Odoodan. Aytib ko'ring, masalan, keling, menga Odooda yordam beradigan bitta agent yarataylik. Mana Odooning dokumentatsiyasi, u ichida juda ham ko'p narsa bor. Men buni hammasini yodlab qola olmayman kurs davomida. Keyin menga yordam ber. Men biror bir savolim bo'lganida, men sendan so'rayman. Sen Odoo'ni zo'r biladigan ekspert bo'lganda, meni savollarimga javob berib turgin deb so'rasangiz, demak siz savollaringizga javob berib turadigan, aynan Odoo'da ishlaydigan, masalan uchun, o'zingizning shaxsiy agentingiz bo'ladi. Bu yerda juda ko'p narsalar bor-da, buni imkoniyatlari bor. Va bularni demak siz to'g'ridan-to'g'ri o'zingiz o'rganishga qiynalsangiz, sun'iy yordamda o'rganib, juda ham tez rivojlanib ketsangiz bo'ladi. Men buni o'zim misolimda aytaman. Bugun men ertaga juda katta taqdimotimiz bor UzGeeksda. Mana shu sizlarga ko'rsatgan prezentatsiyani kengaytirilgani bo'ladi. Bu yerda biz qilingan loyihalar haqida ham gapiramiz. Va shuni bugun sarf hisob qilib o'tirganimda, oxirgi 2 oy ichida qarasam 12 ta loyiha qildim. Ya'ni 12 ta loyiha bu shu paytgacha men deylik yillar davomida ham 12 ta loyiha qilmaganman. Bor-yo'g'i 2 oyda 12 ta loyiha qilganman-da. Turli sohalarda marketing bo'yicha, call center bo'yicha loyiha qilganmiz, agent qilganman shaxsiy o'zim uchun. Va bularni men aksarini qanday qilishni 2 oy oldin bilmasdim. Agar men bularni o'rganib o'zim qilaman deganimda, menga oylab vaqtim ketgan bo'lardi ularni o'rganib chiqishga har birida. Men nima qildim? Sun'iy o'zi bilan birga o'rgandim. Ya'ni birinchi qadamni qo'ydim, chatbot. Keyin chatbotdan tashqariga chiqaylik, meni chatni Telegramga ulab berishni o'rgatdim. Telegramga ulab berdim. Keyin buni orqasiga rak qilaylik, meni ma'lumotlarimga javob beradigan qilaylik. Okey, mana senga o'rgataman dedim, mana qilamiz birga qildik. Va shunday qilib, haligi loyiha kengayib, bemalol omma ishlatadigan loyihaga aylandi. Demak, mana shularni siz ham o'zingiz sinab ko'rishingiz kerak bo'ladi. Qisqacha shu edi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Yana bitta tavsiyam bu yerda sun'iy foydalanganda albatta pullik
versiyasiga ham investitsiya qilinglar. Ya'ni shunchalikni misol uchun o'sha ChatGPTni $5 yoki $20 versiyalari bor. Deyarli hammasini oyiga 5 yoki $20 versiyalar chiqqan. Demak, kamida mana shundan foydalanishni boshlasalar, haqiqiy foydasini ko'rishni boshlaysiz. Bepul versiyalari juda ham cheklangan bo'ladi va bugungi kunda misol uchun mana shunchalik haqida og'iz ko'pirtirib, bu zo'r narsa ekan deb gapirayotgan odamlar bilan unga shubha bilan qarayotgan odamlarning o'rtasidagi eng katta farq mana bu birinchi guruh pullik versiyasidan foydalangan. Ikkinchi guruh esa ko'proq bepul versiyasidan foydalangan va bepul versiyasida juda ko'p kamchiliklar bor. Ana shu kamchiliklarni ko'rgandan keyin qo'l siltab ketgan bo'lib chiqadi. Surishtirganingizda, birinchi guruhdagilar esa unga ko'proq pul ketgan, o'sha oyiga $20 modelini olgan. Bizning kompaniyamizda misol uchun dasturchilarga oyiga $200 olib berganmiz. Demak, $200 olgandan keyin uni yana ham ko'p foydasini ko'rgan. Ya'ni shundan $200 dan orqasidan ko'proq foyda olgani uchun og'iz ko'pirtirib maqtanishyapti. Shuning uchun sizlarga ham tavsiyam, unga baho berishdan oldin, bu bo'lmabdi deb qo'l siltab ketishdan oldin pullik versiyasini ishlatib ko'ringlar. O'shanda uni haqiqiy foydasini bilasizlar. Va yana bitta narsa, masalan, Google'ni Gemini dasturini AI Studio orqali hattoki pullik versiyalaridan ham cheklangan holatda, lekin bepulga foydalanish mumkin. Mana shunaqa imkoniyatlarni ham qidirib ko'ringlar. Ya'ni masalan, Google'ni Gemini juda ham kuchli sun'iy modellaridan biri. Undan kiringlar, foydalaninglar, ko'ringlar yoki Notebook LM misol uchun u ham bepul. Ya'ni bepulning ichida ham pullik versiyalarini sinab ko'rish mumkin. Sinab ko'rish mumkin, lekin bevosita professional foydalanmasanglar, albatta bunga investitsiya qilishni tavsiya qilaman. Rahmat. Agar nima qilsa savollarga o'tamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sizomisiz? Men minnatdorchiligimni bildirmoqchi edim bu insonga. Avvalambor shu programmaga qo'shilganimdan va shu narsani yaratib berganingizdan juda ham mamnunman va tashakkurimni bildirmoqchiman. Rahmat sizlarga katta. Sog' bo'linglar, ishingizga omad. Rahmat kattakon. Xavfsizlik haqida gap ketganda, bu faqatgina texnik tomondan emas, odamlar, ya'ni odamlarni o'qitish tomonidan ham bo'lish kerak. Ularga ham cheklovlar qo'yish kerak. Misol uchun bizda mana har xil loyihalar bo'ladi. Davlatda ishlaganimizda u yerda shaxsiy ma'lumotlar bo'lishi mumkin, konfidensial ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Mana shunday holatlarda deylik biz sun'iy ayniqsa internetga ulanadigan ChatGPT, Gemini kabi sun'iy foydalanishni taqiqlaymiz yoki mutlaqo aloqani uzamiz. Ya'ni internet bo'lmaydi. Mana shunaqangi xodimlarimiz internetsiz ishlashadi. Va ularga biz ichkarida lokal modellar o'rnatib beramiz. Sun'iy mana bitta katta afzalligi shunaqangi tez rivojlanib ketyapti dedik. Lokal modellar, ya'ni faqatgina sizning qurilmangizda ishlaydigan modellari ham zo'r rivojlangan. Mana yaqinda deylik Gemma 4 degan Google'ning modeli chiqdi. U hattoki telefonda ham ishlaydi. Bemalol Android telefonga o'rnatib, uni internetdan uzib qo'yib ishlatsangiz bo'ladi. Mana shunaqalari ham chiqqan. Ya'ni ma'lumotlarning xavfsizligi uchun, ularni tashqariga chiqib ketmasligi uchun yana bitta yo'lida mana shu narsalardan foydalanish kerak. Xo'p, yana savollar bo'lsa bemalol. Assalomu alaykum Anvar ustoz. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Meni g'oyibona ustoz. Men 2021 dan boshlab asli Nukusdanman. 2021 dan boshlab kitobingizni oldirgandim. Python asoslari bor-ku. Shundan beri qiziqishim boshlanganda Python asoslariga. Undan keyin bola tarbiyasida dekretga chiqqanman. Xulosa uyda 9 yil 6 yilday o'tirib bu yili ishga chiqqanman. Hozir maktabda informatikman. Lekin nimagadir o'zligimni topolmayotgandayman. Baribir dasturlashga nimam bor-da. Nima deydi? Mehrimmi, tushunchammi boshqacha. Endi savolim bor edi. Men o'zi startup ideyam bor edi. Lekin juda bir juniorlik darajam yo'q bo'lsa ham, sun'iy intellekt bilan integratsiya qilgan holda loyihamni amalga oshirsam bo'ladimi Python dasturlash tilida? Juda ham zo'r bo'ladi. Qarang, mana hozir bilmadim, bu ham balki uning orqasida hikmati bordir. Siz mana endi kirib kelyapman deyapsiz. Hozir zo'r vaqt bo'lib qoldi-da. Hozir mana shu narsalarni haligi minimal bilimlar bilan bemalol startup qilish imkoni bor. Bu ChatGPTda alohida Codex degan dastur bor. Codex ishlatishingiz mumkin agar uni o'sha $20 versiyasi bor. Yozdim mana yoki bo'lmasam Claude Code degan anaqasi chiqqan. Versiyasi chiqqanda Claude'ni. Va bu yerda siz faqatgina matn bilan tushuntirsangiz bo'ldi. Startapingizni shunchalik tushuntirsangiz, u hamma bosqichlarni o'zi qiladi. Va bu juda ham qiziq jarayon. Ya'ni agar mana siz aytasiz, bitta qiziqish bor sohaga deyapsiz, shunaqa tortib ketadi. Mana men aytdim-ku, biz 12 ta loyiha qildim 2 oyda dedim. Aslida biz bundan ko'p loyihalar, ya'ni jamoa bilan qilgan loyiha hisoblasak 20 tadan ko'p loyiha qilib tashladik-da. Shunaqangi tortib ketadi, ya'ni hech narsa bilmasdan turib shunaqa narsalar qilish mumkin ekan deyapsizda. Sizda fundament bor, ya'ni yo'q emas, siz dasturlashni o'qigansiz, qiziqqansiz va muhimi sizda startup uchun g'oyangiz ham bor-da. Sizga maslahatim mana shu Codex yoki Cloud Code'ni oling va Cloud Code'ni ichida loyihangizni tushuntirib boshlang. Ya'ni birdaniga kod yozishga o'tmang. Oddiy chat ochib, chatning ichida birinchi loyihani pishiting. O'z bilan gaplashasiz. Ya'ni mana shunaqa loyiham bormi, nima qilsam bo'ladi, qanaqa qilsam bo'ladi. Bundan keyin hozir masalan
Claude'ning ichida Design degan dastur chiqdi. Mana unga ham hozir pastda bu yerda link yozib qo'yaman. Claude AI mana Design degani chiqdi. Bunga o'tasizda Claude Designga o'tib turib, dizaynini, mahsulotning dizaynini to'liq chizib beradi. Gaplashasiz, menga mana shunaqa mahsulot qilmoqchiman, mobil dasturmi yoki web dasturmi tushuntirib berasiz. O'zi sizga to'liq dizayn chizib beradi. Quruq gap bilan. Ana keyin siz aytasiz, endi bu dizaynni men dasturga o'tkazmoqchiman desangiz, mana shu Claude'ning ichida tashqari chiqib ketmasdan turib, unda deydi Claude kodga o'tgin deydi. Claude kodga o'tasizda, dizayn tashlaysizda, endi mana shu dizaynni menga dastur qilib bersangiz, dasturni ham o'zi qiladida. Ya'ni shunaqa oson bo'lib qoldi. Bugungi kunda mahsulot yaratish. Shuning uchun siz zo'r vaqtidasiz. Maslahatim mana shu narsalarni hammasini ko'ring. Mana Codex, Cloud Code, Cloud AI Design tashlab qo'ydim. Shularni yozib oling va bularni bir chekkadan sinab ko'ravering. Hop, rahmat. Shu bu Gemini bor-ku. Shundan nima qilaman? Telegram bot yaratib ko'rganman. Bu kutubxonaga, maktabimdagi. Juda zo'r chiqqan lekin. Bunaqa zo'r chiqadi. Siz приложение qilib ko'ring-chi. Hozir aytsak, mini app qilib beradi. Ya'ni Telegramning ichida chiroyli web ilova ham qilib beradida. Ana shunday dizaynlarni Gemini juda zo'r chizadi. Geminining juda katta yutug'i aynan dizaynda bo'ldi. Ya'ni dizayn tomonidan juda chiroyli chizyapti va kodini ham o'zi yozadi. Geminida bemalol to'liqligicha yozsangiz bo'ladi. Rahmat. O'zbek tili va adabiyoti bilan bog'liq loyihalaringiz ham mavjudmi? Ularga o'zbek tili adabiyoti masalan. Hozir bizda eng katta loyihamiz o'zbek shevasini o'rganish bo'yicha loyiha qilganmiz va bu yerda hozir bizda aynan bevosita filolog bilan ishlayapmiz. 30 dan ortiq annotatorlar bilan ishlayapmiz. Ular aynan shevadagi matnlarni bizga birinchidan audiolarni, shevadagi audiolarni matnga o'tkazib berishyapti va undan tashqari annotatsiya, ya'ni qisqa mazmunini yozishga yordam berishyapti va buning ichida bir nechta bizda masalalar bor. Masalan, lug'at, ya'ni shevadan adabiyga lug'at tuzish, korpus yaratish. Mana shu masala ketyapti. Buni ham qilyapmiz. Bu yerda biz Milliy universitet bilan hamkorlikda, keyin Alisher Navoiy nomidagi universitet bilan hamkorlikda ishlayapmiz. Bor bunaqa loyihalarimiz. Agar qiziq bo'lsa, marhamat, bizda ya'ni bunaqa hamkorliklarga ochiqmiz odatda. Assalomu alaykum. Mening yana bitta savolim bor edi. Bizda universitetda Oksfordda o'qib kelgan ustozimiz Lexus bazasidan olib, adashmasam gibrid modelini yaratgandilar-da, ChatGPT'ni. Shohruh. Taniyman, Oksfordda birga o'qigandik. Shuni Odilbek degan ismli ustozimiz ham. Odilbekni boshqa deydi. Leksiyani qilganda, shuni aytasiz. Men ham yaratsam bo'ladimi o'zimnikini? Masalan, men amaliyot qilayotgan joyimda bir proyekt keladi, aynan mehnat muhofazasi bo'yicha 800 ta, 900 ta qonunlar bo'ladi. O'shalarni birlashtirib qanday gibrid model qilsam bo'ladi? Yordam bera olasizmi? Tavsiya. Qarang, sizga mana amaliy tavsiya beraman. LLM Wiki degan yaqinda yangi bir yondashuv chiqdi. Mana hozirga tashladim, chatga yozdim. Oldinlari mana men hozir rag deb ko'p gapirdim. Raglarni bitta kamchiligi bor edi. Raglar birinchidan katta ma'lumotlar bilan ishlay olmaydi, juda katta ma'lumotlar bilan. Ikkinchidan, raglarni bitta kamchiligi, har gal siz shunchaga savol berganingizda, u sizni hamma ma'lumotlar ichidan haligi o'qib javob qaytaradi-da. Bu degani juda ham ko'p token yeb qo'yadi. Bitta savolga javob berish uchun haligi hamma, yana tasavvur qiling, 1000 ta dokument turgan bo'lsa, 1000 ta dokument boshqa o'qib chiqardi-da. Yaqinda mana bir oycha bo'ldi, yangi konsept chiqdi, bu LLM Wiki. LLM Wiki bo'yicha tayyor GitHubda hattoki dasturlar ham chiqib ketdi buni. LLM Wiki qanaqa ishlaydi? Unga ham xuddi ragga o'xshab minglab dasturlarni yuklaysiz, lekin u bu dasturlar bu hujjatlar asosida xuddi Wikipediyaga o'xshab bir-biriga bog'langan nima deydi, hujjatlar bazasini yaratib oladi. Siz unga betartib tashlaysiz, betartib misol uchun 1000 ta hujjat shuna tashlaysiz, u o'zi uni tartiblaydi. Dokumentlarni o'qib chiqadida, har bittasini bir-biriga bog'lab chiqadi. Demak, mana buni ichida, deylik, mana bu hujjat ichida, mana bu hujjatda sim ketgan ekan. Buni bu yoqqa qilib bog'lab chiqadi. Bu yerda embedding degan texnologiya ishlatiladi va undan keyin siz unga savol berganingizda, bu savolingizdan mana bu o'rtada Wikipedia turibdi. Wikipedia orqali kerakli hujjatni topib, sizga javob qaytaradi. Va bu juda ham haligi samarali usul bo'ldi va yaxshi natija qaytaryapti. Endi agar siz LLM Wikini o'zini ishlatmoqchi bo'lsangiz, mana qarab yozdim, LLM Wikini qidirib ko'ring. Turli xil buni birinchidan haligi asosiy hozir keling, birdaniga shuni ham topib berib tashlab qo'ya qolay. Siz inglizcha bilasizmi? Bilaman. Aslida hozir inglizcha bilish shart bo'lmay qoldi. Xayrlar, sinfchilik davrida hozir til bilish shart emas. Til bilasizmi deyishim savoli o'zi g'alati bo'lib qoldi, chunki ochasiz, sinfchilikni o'ziga tashlaysiz, shuni g'ijjallab menga o'zbekcha tushuntirib bersangiz, o'zbekcha tushuntirib beradi. Mana hozir tashladim sizga Karpatiyni LLM Wiki degan loyihasi. Bu yerda faqat g'oyani tushuntirgan. Endi siz shu narsani agar mustaqil qurmoqchi bo'lsangiz, men sizga yana bitta link tashlayman. Mana Hermes Agent degan narsa chiqdi, yaqinda agent. Bu endi sunchilik agent. Siz bu sunchilik agentni Telegram botga olib qo'yishingiz mumkin. Va Telegram botdan orqali gaplashasiz bu agent bilan va mana shu Telegram botni Hermes agent ichida LLM Wiki tayyor qilingan. Uje qilib bo'lingan. Siz faqatgina unga Telegramni ulab qo'yib, Telegram orqali unga boyga 1000 ta dokument tashlab bersangiz bo'ldi. Mana bu 1000 ta dokumentni LLM Wiki qilib saqlab qo'yginda, men senga savol berganda Telegram orqali savol jo'nataman, sen menga
mana shu LLVK asosida meni hujjatlarim asosida javob bergan desangiz javob beraveradi. Bu ham juda oson. Mana Hermes agentni men o'zim 3-4 kun oldin o'zim uchun kashf qildim va allaqachon Telegram o'zimga agent yasab, bu agentim hozir meni kundalik oqlagan savollarimga javob beryapti. Ya'ni meni kun tartibim qanaqa, bugun qayerga borishim kerak, qayerda nima ma'ruzam bor yoki istalgan savollarga va qo'shimcha unga siz aytganingizdagi hujjatlarni tashlasam, hujjatlar asosida ham javob beryapti. Demak, mana shu narsalarni sizga tavsiya qilaman. Rahmat kattakon. Hop, salom. Assalomu alaykum, Anvar aka, ustoz, yaxshimisiz? Siz sizni kuzatib boraman. Men ham shu sun'iy intellekt data science yo'nalishida o'qiyotgandim. Savolim hozir nima desam bo'ladi? Stajirovka topishda ozgina qiynalganman. LinkedIn yurityapman, GitHubniklarimni tashlayapman. Lekin ko'proq отказ olyapman deb. Til masalasida ko'proq qiynalyapman. Ingliz tilini unchalik bilmayman, rus tilidan ham o'rtacha ma'lumotim. Bitirganmisiz kursni yo endi bitirasizmi? Bitirdim. O'quv kursini bitirdim. Hozir Mahir deb o'qiyotgandim. Sizni kursingiz sun'iy intellekt kursini o'qiyotgandim. Bizga ham topshirib ko'ring. Link tashlab qo'ydim mana. Linkimiz bor. Shundan kirib topshirib ko'rsanglar bo'ladi. Bizda stajyorlikka ham olamiz. Agar vakansiyangiz yaxshi bo'lsa, rezyume yaxshi bo'lsa yoki ishga ham olamiz agar ish keladi qo'limdan desangiz. Rahmat. Hozircha stajirovka bo'lsa ham mayli edi. Tekinga ishlashga ham roziman. Hozir faqat stajirovka bo'lmasa topshirib ko'ring bizga, rezyumelarni yuborib ko'ring. Rahmat, kattakon ustoz, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Menda assalomu alaykum. Hojimatova Nigora, o'zimni tanishtiray. Menda savol emas, o'zi menda taklif. Offline darslaringizni tashkil etish hech o'ylab ko'rdingizmi yo'qmi? Chunki men masalan boshqa yana kurslarni ham surishtirdim. Bitta Python kursini o'zi 6 oyligiga, 8 oyligiga 1.900.000 dan masalan bilim olish uchun, ilm olish uchun qancha pul sarflasangiz kam-u, lekin Python 6 oy, 8 oy olmaydi. Shunaqa tezroq o'rgatadigan, hop, общий sun'iy intellekt, data science включительно Python zo'r bo'lardi agar shunaqa kurslarni tashkillashtirsangiz. Rahmat taklif uchun. Endi bizda asosan onlaynga fokus qaratganimiz uchun offlaynga juda ham ko'p talab qiladi. Ya'ni vaqt, resurs talab qiladi, boshqacha yondashuv va hokazo. Shuning uchun biz asosan onlaynmiz. Va offlaynga ko'p vaqtimiz ham yetmaydi-da. Sizni o'zi Kun.uz'dami mana shu sun'iy intellekt bo'yicha birinchimi, ikkinchi o'rinda ko'rgan edim sizni. O'shandan keyin как раз o'sha magistraturaga kirdim. O'shandan keyin sразу sizni anaqa kurslaringizni o'rganishni boshladim. Juda ham prям etap с нуля o'rgatgansiz, zo'r o'rgatgansiz. Pythonni почти уже tugatib уже. No, keyin professionalni chiqqanda hamma narsa, kurs, mana shu video darsliklari ham, undan keyin o'rganadigan amaliyot ham zo'r chiqqan. O'shani hisobiga boshqa o'quv kurslari balkim bera olmaydigan narsani sizlar o'sha offline tarzda tashkillashtirib bera olasizlarmi deb nimagadir ham ko'pincha o'ylayman. Xullas, taklif. Rahmat. Rahmat hammaga. Yaxshi tomonlar.